Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Yuqorida aytib o'tgan zirkulyatorniy ensefalopatiya endi bugungi mavzumiz 3-bosqichi bo'yicha, ya'ni bu oldingi bosqichlarga qaraganda ancha og'irlashgan turi hisoblanadi. Xarakterli xususiyatlari bu oldingi bosqich alomatlarining kuchayishi hisoblanadi. Sezilarli tarqoq, o'choqli nevrologik alomatlar aniqlanish boshlanadi. Bunda piramidal yetishmovchiligining oshishi, ekstrapiramidal patologiyalar, ya'ni qaltirashlar, miyacha faoliyatining buzilishi, pseudobulbar sindromlarining yanada kuchayib borishi, ba'zan esa epileptik tutqanoqlar va tos organ yetishmovchiliklari natijasida hosil bo'ladi. Bemor o'zida zaiflik hissi va o'zini anglashining pasayishi bilan xarakterlanadi. Kognitiv buzilishlari asosan o'rtacha va og'ir darajadagi demensiya darajasiga yetadi va apatoabulik deymiz. Bunda ovqatlanish jarayonining pasayishi yoki harakatni sekinlashuvi sindromi, shuningdek hissiy emotsional va shaxsni qo'pol buzilishi kuzatiladi. Bemor nogiron bo'lib qoladi va ular ijtimoiy adaptatsiya, ya'ni moslashuv qobiliyati sustlashadi. Vaqt o'tishi bilan o'ziga o'zi g'amxo'rlik qilish qobiliyati yo'qoladi va tashqi yordamga ehtiyoj bo'ladi. Ikkinchi guruh nogironligiga keyinchalik esa vaqt o'tishi bilan birinchi guruh nogironligiga qarab ketadi, shunday qo'yiladi. Aterosklerotik ensefalopatiyaning turli klinik ko'rinishlari orasida pallikigipiya, ya'ni yunoncha pallakis ko'pincha degani, gipnos degani uyqu buzilishi so'zlaridan keltirib chiqariladi. Bunda qanday bo'ladi? Masalan, ovqatdan keyin uyquchanlik, Venstein triadasi, ya'ni bosh og'rig'i, bosh aylanishi va xotira buzilishining kombinatsiyasi. Bu nemis olimi Venstein tomonidan 1910-yilda tasniflangan. Aterosklerotik ensefalopatiyaning 3-bosqichi Haki-Bush-Geyr-Geymanovich kasalligi yoki bosh miya aterosklerotik psevdo Alsgeymer shakliga deb aytiladi. Klinik simptomlar kompleksi hisoblanadi. Bu aterosklerotik ensefalopatiyaning bu shakli demensiya bilan tasniflanadi. Xarakterli alomatlari: xotira yo'qolishi, tanqidiy fikrlarning yo'qligi, qiziqishlarning sezilarli darajada torayishi, shuningdek nutq va yuqorida aytib o'tganimizdek gnaziya, ya'ni bu yerda ikkita ko'proq ko'ruv gnaziyasi va eshituv gnaziyasi va shu bilan birgalikda praksis, ya'ni ixtiyoriy harakat buzilishlari kiradi. Bunday holatlarda degenerativ jarayon asosan bosh miyaning chap tomonlama peshona tepa sohasida namoyon bo'ladi. Demensiyaning bu shakli 1912-yilda rus psixonevropatologi Haki-Bush va Geyer tomonidan tasvirlangan. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.